eriydigan vitaminlar guruhini to'g'ri yozishingiz kerak. Ikkinchi qismiga suvda eriydigan vitaminlar guruhini to'g'ri yozishingiz kerak. Marhamat, vaqt ketdi. Vaqtga ahamiyat beramiz va tez bajargan guruh ham inobatga olinadi. Barakalla. Ushbu ma'lumotlardan siz uyga vazifada yangi mavzuga tayyorlanish, o'qish va hozirgi o'qituvchi tomonidan ko'rsatilgan ma'lumotlarni qay darajada tinglaganingiz ma'lum bo'ladi. Tezlashamiz. Siz bajarib bo'ldingiz. Barakalla. Tezlik bu joyda juda muhim rol o'ynaydi. Boshida ta'kidlaganimdek, marhamat, ushbu guruhga ikkita rag'bat kartochkasi, bu guruh bitta rag'bat kartochkasi bilan tushunmaymiz. Keyingi usullarimizda bu guruhga yetishib olasiz. Albatta, faoliyatlaringizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Endi esa hozirgi ma'lumotlarni sizlarda savol-javoblar orqali ozgina sinab olib, keyingi usulimizga o'tamiz. Demak, vitaminlar klassifikatsiyasiga ko'ra hozir ham doskaga ko'ryapmiz. Necha guruhga bo'linar ekan? Qanaqa guruhlar? Yog'da eriydigan. Nimaga suvda eriydigan guruhlar deb nom berdik? Suvda eriydigan. Marhamat. Suvda eriydigan bu suvda yaxshi so'rilgani uchun yog'da eriydigansa organizmda ko'proq qiyinroq so'riladi uchun qolib ketadi. Albatta, siydik orqali yurak usti bezi orqali siydik bilan chiqib ketadi. Aha, to'g'ri javob. Vitaminlar guruhiga kiruvchi A vitamini kim tushuncha beradi? Marhamat. Faol bo'lamiz. Vitamin A organizm uchun juda muhim. Yog'da eriydigan vitamin bo'lib, profilaktikada A vitaminining chiqish shakllari kapsula shaklida, tabletka shaklida, inyeksiya shaklida chiqariladi. Kunlik dozasi 1 mg. A vitaminiga boy mahsulotlar asosan hayvon jigarida, baliq yog'ida, tuxum sarig'ida, sut va qaymoq mahsulotlarida ko'p bo'ladi. A vitaminining vazifalari: ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi, immunitetni ko'taradi, suyak va tishlarning rivojlanishiga yordam beradi. A vitamini yetishmaganda kelib chiqadigan kasalliklar, sharpkorlik, ko'z qurishi, soch to'kilishi kuzatiladi. A vitaminini ortiqcha qabul qilganda asosan bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, teri qizarishi kuzatiladi. Rahmat, ma'lumot uchun. Vitamin B1 haqida kim ma'lumot beradi? Marhamat, siz. Vitamin B1, ya'ni tiamin deyiladi. Bu inson uchun muhim bo'lgan suvda eriydigan vitamindir. Vitamin B1 go'sht mahsulotlaridan cho'chqa go'shti va mol go'shtida, keyin to'liq bug'doy noni, jigarrang guruch, suri yormasida yasmiqda va no'xatda bo'ladi. Tiamin yetishmovchiligi kam uchraydi, lekin yuzaga kelganda og'ir oqibatlarga olib keladi. Yetishmovchilikning og'ir shakli ber kasalligi yuzaga kelib chiqishi mumkin. Boya rahmat. Yuqorida ta'kidlaganimdek, ber kasalligi asab sistemasi buzilishi, mushaklarning spazmi, shular bilan kechuvchi kasallik, ya'ni nerv sistemasi faoliyatining buzilishi. Vitamin B1 yetishmovchiligi kelib chiqadi. Rahmat javob uchun. Vitamin B2 haqida kim ma'lumot beradi? Marhamat. Vitamin B2 suvda eruvchi vitaminlar tarkibiga kiradi. U organizmda moddalar almashishida katta rol o'ynaydi. Organizmda B2 vitamini vazifasi oqsil, yog', uglevodlar sintezlanishida katta rol o'ynaydi. B2 vitamini buyrak, jigar, go'sht, donli mahsulotlar va ko'katlarda bo'ladi. B2 vitamini yetishmaganda lablarning yorilishi, og'iz shilliq pardasining yallig'lanishi, ko'zlarning tez charchashi va umumiy holsizlik va teri quruqligida kuzatiladi. Teri quruqligi kuzatiladi yetishmovchiligida. Rahmat javob uchun. Vitamin B9 folat kislotasi. Folat
kislotasi asosan aminokislotalar va nuklein kislotalar almashinuvida va sintezida ishtirok etadi. Qonning ko'mak yaratish funksiyasini yaxshilaydi. Organizmda vitamin B12 ni so'rilishiga yordam beradi. Folat kislotasini organizmda yetishmovchiligini kundalik sutkalik ehtiyoji 0,12 mg ni tashkil qiladi. Folat kislotasi organizmda yetishmasa kuchli kamqonlikni keltirib chiqaradi. Folat kislotasi asosan hayvon va o'simlik mahsulotlarida uchraydi. Folat kislotasini farmakologik chiqarilish shakli 1 mg dan 5 mg dan tabletka shaklida ishlab chiqariladi. Vitamin B12. Marhamat. Vitamin B12 suvda eriydigan va qon hosil bo'lishi uchun asab tizimi uchun kerakli bo'lgan vitamin hisoblanadi. Vitamin B12 asosan hayvon mahsulotlarida, jigar, go'sht, tuxum mahsulotlarida uchraydi. Vitamin B12 yetishmovchiligi kamqonlik, xotira va diqqat pasayishi, bosh aylanishi, qo'l oyoq qo'yishi kabi holatlarga olib kelishi mumkin. Farmatsevtikada vitamin B12 inyeksiya, tabletka va tomchi shaklida chiqariladi. Vitamin C haqidagi ma'lumot beradi. Marhamat. Vitamin C askorbinat kislotasi suvda eriydigan immunitetni kuchaytiruvchi vitamin hisoblanadi. Vitamin C organizmning immunitetni kuchaytiradi, yaralarni tez bitishiga yordam beradi va teri hamda qon tomirlarini himoya qilishga yordam beradi. Vitamin C apelsin, limon, karam kabi meva sabzavotlarda uchraydi. Vitamin C tanada to'planmaydi, shuning uchun har kuni ovqat orqali iste'mol qilish kerak. Kattalar 100 mg da, kichkinalar esa 25-50 mg iste'mol qilishi kerak. Vitamin E haqidagi ma'lumot beradi. Marhamat. Vitamin E klassifikatsiyasiga ko'ra yog'da eriydigan vitamin hisoblanib, uning kunlik dozasi 15 mg ni tashkil qiladi. U ampulla, surtma hamda kapsula ko'rinishida ishlab chiqariladi. Yetishmovchiligida kuchli holsizlik, mushaklar holsizligi, soch to'kilishi, teri qurishi kuzatiladi. Vitamin E yong'oqda, bodomda, avokadoda hamda o'simlik moylarida uchraydi. Rahmat. Qaysi vitaminlarimiz bor? Vitamin B9 haqidagi ma'lumot beradi. Folat kislotasi. Aha. Bu 5. Vitamin K qoldi menimcha. Vitamin K siz marhamat. Vitamin K yog'da eriydigan vitaminlar bo'lib, u asosan qon idishida asosiy omil hisoblanadi. Vitamin K organizmda yetishmaganda har xil ko'karishlar, qon ketishlar kuzatiladi. Vitamin K yetishmaganda turli organlardan milk qonashi, burun qonashi, har xil ko'karishlar paydo bo'ladi. Vitamin K ni suyakda kalsiyning suyakda to'g'ri joylashga yordam beradi va suyaklar mustahkamligini oshirib beradi. Rahmat. Barcha vitaminlarimiz deyarli haqida ma'lumot berildi. Endi esa sizlarni bugungi sana bilan bog'liq bo'lgan muhim xabar bilan xabarni eshitmoqchiman. Bugun butun jahon bemorlar kuni ekan, azizlar. Dunyo bo'yicha bemorlarning muammolariga e'tibor qaratish maqsadida tashkil etilgan ushbu kun tarixda qolgan va bu bayram har yili 11 fevralda o'tkazilar ekan. Ijtimoiy tadbirlar sirasiga kirar ekan. Mazkur bayram Rim papasi Juan Pavel II tashabbusi bilan 1992-yil 13-mayda tasdiqlangan va 1993-yildan boshlab kuchga kirgan va har yili 11-fevral butun jahon bemorlar kuni sanasi sifatida nishonlanar ekan. Ushbu sanani nishonlashdan maqsad bayramning, ya'ni oldiga qo'ygan maqsadi bemorlarni parvarish qilish, ularga eng yaxshi sharoitlarni yaratib berish, ularning dardlariga darmon bo'lish, og'riqlarni yengillashtirish uchun ko'maklashishdan iborat. Shu maqsadda o'tkaziladigan barcha tadbirlarda fuqarolarni, aholini keng jalb qilishda ko'zda tutiladi. Ya'ni ushbu munosabat bilan ko'pgina tashkiliy ishlar olib boriladi. Ya'ni bemor bo'lmasdan oldin, kasalliklarga chalinmasdan oldin asosan tibbiyot xodimlarining aholi o'rtasidagi targ'ibotlari juda muhim bo'ladi. Shu jumladan bugungi mavzumiz ham juda muhim. Ya'ni vitaminlar yetishmovchiligi natijasida organizmda kelib chiquvchi kasalliklar haqida har kim o'z hududi, mahallasi, yaqin insonlar orasida agitatsiya ishlarini olib boradigan bo'lsa, menimcha davlatimizda kasalliklarga chalinuvchi insonlar va
bemorlarimiz kamayadi. Shundaymi? Va bugundan boshlab ushbu mavzuni o'zlashtirgandan keyin, ushbu mavzu haqida ma'lumotga ega bo'lganingizdan keyin tashabbuskor ishlaringizni, ya'ni ma'lumotlarni yaqinlaringizga yetkazish ishlaringizni nima qilamiz? Olib boramiz. Endi bugungi mavzu bo'yicha retseptlar yozamiz. Xo'sh, kimlar retsept yozadi? Ya'ni vitaminlar mavzusi bo'yicha retseptlarni yozamiz. Marhamat. Bugungi mavzu bo'yicha retsept yoziladi va har kim o'z yozgan retsepti signaturasini tahlil qilib beradi. Qachon, qanday holatda ishlatiladi? Marhamat. Retsept qanday hujjat? Yuridik hujjat. Sababi Vrach tomonidan bemorga yo'llantiriladigan hujjat hisoblanadi. nimaga aynan yuridik hujjat hisoblanadi? Yuridik hujjat bu vrachning imzosi muhim qo'yiladi, shuning uchun yuridik hujjat hisoblanadi. Ya'ni retseptda berilgan dori-darmonlar bemor ahvolining o'ziga yarasha bo'lganda bu ya'ni subjekt ishga aylanadi va unda javobgar shaxs o'z nimasini isbotlab berishi mumkin yoki bu uni qutqarib qolishi mumkin. Sababi balki retsept to'g'ri yozilgandir. Bemorlarning o'zi uni foydalanishida noto'g'ri yoki belgilangan ravishda qabul qilmagan bo'lishlari mumkin va bu o'z retseptida o'zini qutqarishi yoki bo'lmasa bu retseptni dorixonaga yozma murojaat sifatida yo'llanma berib qo'llaniladi. Marhamat. Marhamat. Retsept. Askarbin kislota tabletkasi. Datalis dozis nomerim 30 tabletka. Signaturasida kuniga 1 tabletkadan 3-5 marta qabul qilish kerak. Rahmat. Sizga navbat kartochkasi to'g'ri va to'g'ri yozganingiz uchun shijoat ko'rsatamiz va navbat kartochkasini egallashga harakat qilamiz. Kim retsept yozadi bugungi mavzuga? Marhamat. Siz guruhlar faol bo'lamiz va navbat kartochkalarini egallashga harakat qilamiz. Endi bu o'zaro raqobat, albatta sog'lom raqobat, lekin har bir inson o'zini yutishni istaydi, menimcha guruh. Harakat qilamiz. Marhamat. Har ikkala guruh ham bilaman, juda faol. Har doimgidek. Va bu retseptlarni daftarga yozib olamiz. Adabiyotlar hammada yetarlimi? Bu retsept og'riqdan keyingi kasallikni qoldirishda beriladi. Stress va o'qishdagi stresslarni oldini olish. Qaysi vitamin haqida nomlamaymiz? Vitamin B guruh vitaminlari. Signaturasini to'liq bajarladingiz. Kim to'liq bajaradi? Ya'ni berilayotgan vitamin B guruhiga kiruvchi vitamin moddasi organizmdagi asab sistemasi faoliyatining buzilishi, nevrologik yallig'lanishlarda ishlatiladi va kuniga bitta tabletkada ichishga ruxsat etiladi. Sizda to'liqroq ma'lumot bo'lmaganligingiz sababli sizga jarima kartochkasini berganmiz. Keyingi retsept kim yozadi? Marhamat. Marhamat. Tezlashamiz. Marhamat. Retseptning signaturasi qanday shaklda yoziladi? Retsept signaturasi. Sizlar bilan aytganimiz dori nomi. Bemorga tushunarli tilda yozish kerak. Aha, barakalla. Sababi bemor uni lotincha nomi yoki qay darajada ishlatilishini
bilmaydi, faqatgina o'zining qay mahallada qachon foydalanish kerakligini biladi. Shuning uchun ham dori nomi yoki chiqarilish shakli lotin tilida yoziladigan bo'lsa, uning qo'llanilishi, ya'ni signaturasi bemor tushunadigan tilda yoziladi. Ya'ni o'zbek bo'lsa o'zbek, rus bo'lsa rus, bemor tushunadigan tilda yozilishi kerak bo'ladi. Vitaminlar dori shakli retsept yozilganda uni vazni katta yoki kichik yoshdagi alohida e'tibor qaratilishi lozim. Albatta, chunki doza juda muhim hisoblanadi. Noto'g'ri doza insonni falokatiga sababchi bo'lishi mumkin yoki organizmda juda kuchli salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Vitamin D flakon shaklida kuniga 1 marta 3 tomchidan ertalab ichilsin. Vitamin D3 bu quyosh nuri yetishmovchiligida, quyosh kam tushadigan joylarda quyosh nuri yetishmovchiligida ichiladi. Asosan vitamin D3 ko'proq quyosh nurida bo'lgan mahsulotlarda kam uchraydi. Bunda suyak mo'rtlashuvida, suyak mo'rtlashishini oldini olishda, bolalarda suyak yumshab ketishini oldini olishda iste'mol qilinadi. Yana kim retsept yozadi? Marhamat, Sevara. Kim yozadi retsept? Sevara, siz chiqdingizmi? Men chiqdim. Robot kartochkasini o'ziga olmoqchilar bo'lsa, marhamat, bemalol retsept yozishingiz mumkin. Ushbu retseptni daftaringizga ko'chirib oling. Xo'sh, endi vitaminlar organizmda juda muhim rol egallar ekan. Ularda salbiy jihatlar ham bor. Albatta, uning dozasi oshirilib yuborilganda. Vitaminlardan zaharlanishni kim aytadi? Yog' deydigan vitaminlardan zaharlanish A, D, E, K vitaminlari yog' deydigan vitaminlar hisoblanib, ular yog' to'qimalari va jigarda to'planadi. Shuning uchun me'yordan ortiq iste'mol qilingan yog' vitaminlar organizmda to'planib qoladi va chiqib ketish qiyinlashishi natijasida zaharlanish holatini keltirib chiqarishi mumkin. Vitaminlardan zaharlanishning asosiy sabablari shifokor tavsiyasiz uzoq muddat vitamin preparatlarini qabul qilish, bir vaqtning o'zida bir necha vitamin komplekslarini qabul qilish, keyin bolalarda dozani noto'g'ri belgilash zaharlanish sabablari hisoblanadi. Ularning asosiy belgilari bosh aylanishi, holsizlik, yurakning tez urishi, suyak va bo'g'in kasalliklarda kuchli og'riqlar, bolalarda asabiylik va uyquning buzilishi uning asosiy belgilari hisoblanadi. Rahmat javob uchun. Yana qanday ma'lumotlar bor? Qo'shimcha kimda ma'lumotlar bor? Marhamat. Bu vitaminlardan zaharlanganda bemorni darhol suyuqlik ichish, ko'p suyuqlik ichish kerak va uyda faollashtirilgan ko'mir berib darhol qustirish kerak. Bunda vitaminlar dozasini darhol to'xtatish kerak, yog'li ovqatlarni cheklash kerak. Rahmat. Qo'shimcha bo'lsa bemalol to'ldirishingiz mumkin va albatta kartochkaga ega bo'lishingiz mumkin. Marhamat. Vitaminlardan zaharlanganda eng birinchi ko'riladigan asosiy muhim chora-tadbirlardan birisi bu qabul qilib turgan vitamin preparatini to'xtatish. Darhol to'xtatish. Keyin shifokor ko'rigiga, pediatr shifokor ko'rigiga borish. Keyin asosiy yana bir chora-tadbirlardan birisi ovqatlar ratsionini to'g'irlash, yog'li ovqatlarni to'xtatish, keyin vitaminga boy mahsulotlarni kam iste'mol qilish va yaxshi hazm bo'ladigan ovqatlar qabul qilish. Buni asosiy chora-tadbirlardan biri hisoblanadi. Keyin simptomatik chora-tadbirlar ham qo'llash mumkin. Buning uchun og'riq qoldiradigan preparatlar, keyin qusishga qarshi preparatlar, keyin jigar va buyrak faoliyatini faollashtiruvchi preparatlar qabul qilish mumkin. Rahmat. Qusish shu borada jiddiy ta'kidlab o'tishim mumkin. Marhamat. Qusish usulida 2 yo'l bilan qustirish mumkin. Masalan, periferik qustirish, to'g'ridan to'g'ri qustirish. Bunda Ikkinchi usuli periferikda. Qusish ikki xil bo'lardi. To'g'ridan to'g'ri periferik. Periferik va markaziy qusish. Periferikga xo'p. Markaziy doridan zaharlanish qaysi qushga kiradi?
Periferik qusishga kiradi. Ya'ni me'da ichak orqali zaharlanishdan kelib chiquvchi qusish hisoblanadi. Aha, marhamat. Davom Ha, to'g'ri, ikki xil bo'ladi. Ya'ni doridan zaharlanishda ortiqcha iste'mol qilish bu periferik qusishni yuzaga keltirishi mumkin. Bunda boshda juda katta, qattiq og'riq, qusish ham qattiq kechadi va darhol biz agarda bemor ahvoliga qarab tez yordamni chaqirishimiz kerak yoki bo'lmasa zaharlanish juda kuchli bo'lmagan taqdirda ko'proq suyuqlik ichirishimiz bizda mashhur aktivniy o'g'itlar, ya'ni faol ko'mir moddasini ichirishimiz, suksinat tabletkasini berishimiz kerak va bemor yotqiziladi, harakat qilinmaydi. Bosh og'rig'i uchun boshni og'riqni pasaytiruvchi vositalar beriladi. O'zboshimchalik bilan hech qancha dori-darmon qo'llanilmaydi. Agarda bemorning ahvolida yomon o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan shifoxonaga yetkazish buyuriladi. Ayniqsa bolalarda, qarovsiz qolgan bolalarda o'zboshimchalik bilan bilmagan holatda dori moddalarini iste'mol qilib qo'yish kuzatiladi, to'g'rimi? Bunday holatlarda zudlik bilan shifoxonaga yetkazib, me'dani yuvish amaliyoti o'tkazilishi zarur bo'ladi. Bo'lmasa, vitamindan zaharlanish og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni ayniqsa vitamindan zaharlanish yog'da eruvchi vitaminlarda ko'proq uchraydi, chunki bular organizmda, organlarda to'planib qoladi. Suvda eriydigan vitaminlardan farqi ham shunday. Suvda eriydigan vitaminlar buyrak orqali ortiqcha kiritilganda chiqib ketadi. Shuning uchun ham yog'da eriydigan vitaminlar zaharlanish ko'p bo'ladi bularda. Bular to'planib qoladi va zaharlanishni ko'proq chaqirishi mumkin. Marhamat. Vitamin bilan davolashni tushuntirib Aha, to'g'ri. Asosan farmakologiyada vitamin bilan davolash qanday kechadi? Marhamat. Ichki organlarning ba'zi kasalliklari, teri, neri va boshqa kasalliklarni davolashda, shuningdek fiziologik holatlarda, homiladorlikda, bola emizishda vitamin berish, bemor organizmida vitamin bo'lmasligi, A vitaminoz yetishmasligi, gipovitaminozda va vitamin berish asosiy davo hisoblanadi. Vitaminlarni suiiste'mol qilish zararli, shifokor tavsiya qilgan doza va miqdorda iste'mol qilish zarur. Qo'shimcha marhamat. Boya vitamin bu 3 aytilmay ketdi. Shunga ma'lumot aytmoqchiman. Bu uch vitamin ushbu organik kislota o'simlik mevalarda, hayvon tanasida, guruch po'stlog'ida ko'p uchraydi. Qisman kartoshkada va ichakda qisman sintezlanadi. Ushbu organik vitamin yetishmasligi natijasida pelagrak kasalligi kelib chiqadi. Bunda tananing ochiq joylarida pigmentatsiya bo'ladi. Va bu kasallikda bu vitamin yetishmasligida me'da ichak faoliyati susayadi, qon aylanishi susayadi va odamda aqliy faoliyat pasayadi, demensiya holati vujudga keladi. Bu vitamin tabletka kapsula va inyeksiya shakllarida chiqadi. Vitamin B5 to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Vitamin B5 asosan suvda eriydigan vitaminlar guruhiga kiradi hamda pantotenik kislota deb ham ataladi. Vitamin B5 oksidlar, yog'lar, uglevodlarni parchalashda hamda energiya hosil qilishda muhim rol o'ynaydi. Vitamin B5 yetishmasa, turli kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Masalan, teri kasalliklari, soch to'kilishi, ovqat hazm qilish sistemasining buzilishlari, asab tizimi kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Vitamin B5 ni odatda oddiy ovqatlanish tartibida ham kunlik ehtiyojni qabul qilib olishimiz mumkin. Kunlik ehtiyoj bu yosh bolalarda 2 mg ni tashkil etadi, kattalarda 5 mg ni, homilador ayollarda esa 6 mg ni tashkil etadi. Pantotenik kislota bu tabletka shaklida, kapsula shaklida va ampulla shaklida chiqadi. To'g'ri. Organizmdagi moddalarni kiritish usullari bor edi. Qanday kiritish usullari bor? Enteral va parenteral. To'g'ri. Shuning uchun ham tomchi, inyeksiya shakllarida, ya'ni organizmda me'da ichak faoliyatida buzilishlar, kasalliklar va vitaminning so'rilishida muammolar bo'ladigan bo'lsa, biz dori moddasini parenteral usulda organizmga kiritamiz va bu bemor ahvoliga qarab buyuriladi. Marhamat. Vitamin
yetishmovchiligida nafaqat dori vositalaridan foydalanish kerak, ovqatdan keyin sabzavot, mevalar iste'mol qilishadi. Bu noto'g'ri. Ovqatdan oldin, yarim soat oldin yoki 10-15 minut oldin salatlar, albatta karam, pomidor, bodring, bolgarskiy shu kabi yengil hazm bo'ladigan sabzavotlarimizdan salatlar iste'mol qilib yeyish, ovqat ratsionimizga albatta kiritib qo'yishimiz lozim. To'g'ri, asosan vitaminlar organizmga yuqorida aytganimizdek, bizning ovqatlanishimiz, ya'ni yeydigan mahsulotlarimiz orqali organizmga kiritiladi va yetishmovchiligi shundan kuzatiladi. Agar yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bu shifokor nazorati ostida qaysi vitaminni preparat shaklida organizmga kiritish usullari belgilanadi. Faqatgina shifokor nazorati ostida o'z boshimchalik bilan buni qo'llash insonda har xil nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Yana kimda qo'shimcha ma'lumotlar bor? Marhamat, sizga rahmat. Marhamat. B vitamini yog'da erituvchi vitamin bo'lib, inson organizmida immun tizimi, suyaklar mustahkamligi va umumiy sog'liq uchun juda muhim. B vitaminining organizmdagi vazifalari kalsiy va fosfor so'rishini yaxshilaydi, immunitetni kuchaytiradi. B vitamini yetishmasa, kattalarda osteoporoz, kichiklarda rahit, immunitet pasayishi, mushaklarda kuchsizlik holatlari kuzatiladi. B vitaminining ortiqcha bo'lib ketishi bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi kasalliklarga olib keladi. Farmatsevtikada D vitamini preparatlari tomchi, kapsula, inyeksiya, tabletka shaklida chiqariladi. Dozasi profilaktika uchun 400-800 kub. To'g'ri. Boricha issiq haroratda qabul qilinish tavsiya etilmaydi, chunki bunda zaharlanishlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun ham xalq orasida ertalabki quyosh muhim degan narsani eshitganmiz. Bu to'g'ri, qisman to'g'ri hisoblanadi, chunki 11 gacha bo'lgan quyosh nurida D vitamini sintezlanadi. Marhamat, navbat kartochkasi to'ldiruvchilar bor, marhamat. Organizmda vitaminlar yetishmovchiligida anemiya ham kelib chiqadi, ya'ni bu kamqonlik hisoblanadi. Kamqonlikning boshlang'ich belgilari bu bosh aylanishi, ko'ngil aynishi hisoblanadi. Agar shunday hollar kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak. To'g'ri. Vitaminlarni kuzatgan bo'lsangiz, nafaqat organizm va immunitet sistemasini baholashda, ya'ni qon uyumchanligida qatnashyapti, qon hosil bo'lishida qatnashyapti, juda muhim hisoblanadi. Misol uchun, kamqonlikning turlarida biz xalq orasida borganimizda shifokorga qanday preparatlar yozishadi? Qaysi preparat? Persinol. Ya'ni temir moddasiga qo'yilgan. Lekin aslida faqatgina temir moddasiga qaramli bo'lgan kamqonlik emas, vitamin yoki folatsiz yetishmovchiligida kelib chiquvchi kamqonlik bo'lishi mumkin. Ya'ni biz buni nima qilishimiz kerak? Agitatsiyada shuni qo'shishimiz kerakki, albatta analizdan so'ng aynan qaysi kamqonlik ro'y beryapti va shunga qarab retsept yoziladi va dori-darmonlar buyuriladi. Balki o'zi bilamiz, temir moddasi organizmda qiyin so'riluvchi modda hisoblanadi. O'zi aslida u yetarli bo'lsa, u boshqa vitaminga mansub bo'lgan kamqonlik bo'lsa, biz noto'g'ri, ya'ni temir moddasini organizmda oshiradigan bo'lsak, temir moddasidan ham zaharlanishlar vujudga kelishi mumkin. Va biz alohida shu vitaminga bog'liq bo'lgan kamqonlik bo'ladigan bo'lsa, alohida shu vitamin yetishmovchiligi, aynan shu vitaminni organizmga kirishi vitamin kamqonlik kuzatilganda temir mahsulotlari masalan iste'mol etiladi. Bundan qo'shilib vitamin B12 ham qabul qilinsa, tiklashga katta yordam beradi. Masalan, bu vitaminlar bilan quru dori-darmonlar qaramay, masalan, ko'p sabzavotlarimiz bor, mevalarimiz bor, anorlarga ko'pgina dana bilan, soklar bilan tiklashimiz ham mumkin. To'g'ri javob. Ya'ni bu demoqchisizki, vitamin kamqonlikning barcha turlarida ham dori-darmon buyurilmaydi. O'zi kamqonlikning o'rta darajasi bo'ladigan bo'lsa, eng birinchi yengil darajasida ovqat mahsulotiga, ratsioniga e'tibor berish maslahat beriladi va ovqat ratsionida vitaminlarga, oqsillarga va temir moddasiga boy bo'lgan mahsulotlar iste'mol qilinishi tavsiya beriladi. Keyingi darajalarida biz tabletka, inyeksiya usuli yoki qon quyish usullarini tanlashimiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Endi esa keyingi usulimiz sizlarda qanday iyerarxik diagrammasini to'ldiramiz. Bundagi diagramma, ya'ni menimcha hamma ma'lumotlarni
to'liq egallashga harakat qildim. Javoblaringizdan shu narsani sezyapman va buni hozir yozmalarimizda menga ko'rsatasiz. Ikkita diagramma, ikkita guruhga topshiriqlarda o'quvchidan savollar yozganman. Ya'ni faqatgina hozir vitaminlarni haqida ta'rif berdik. Uning organizmdagi muhim faoliyat haqida yozamiz. Ya'ni vitaminlarning organizmga ta'siri haqida berilgan ikkita plakatga, ya'ni birinchi guruhimizga, ya'ni organizmga vitaminlarning ta'sirini, ya'ni qanday qo'llanilishi, ta'siri va yuzaga keluvchi salbiy oqibatlar haqida ham ma'lumot berib ketasiz. Bu joyda vaqt juda muhim, tezroq bajarishga harakat qilasiz va birinchi bajargan ishtirokchi guruhi rag'bat kartochkasi bilan qo'shimcha ravishda taqdirlanadi. Ya'ni birinchi guruhimizning talabalari vitamin B1, B6, B12, vitamin D va B5 vitaminlarining organizmga qanday ta'sirlari haqida tezroq ma'lumot yozishga harakat qilasiz. Bu guruhning marhamat. Endi ikkinchi guruhimizga vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K larni organizmga ta'siri haqida tezroq ma'lumot yozishga harakat qilasiz. Bu joyda tezlik va ikkala guruh, ya'ni ma'lumotlarni tezroq bajarsangiz, har kimda bitta guruhda tezroq yozishga harakat qilasiz. Ma'lumotlar mazmunli, to'liq va asoslangan holatda, ya'ni uni ta'riflashda to'liq asosli qilib ta'riflab berasizlar. 5 daqiqa vaqt reklamangizni sizlarga harakatni tezlashtiramiz. Tarif berilganda raqib jamoangiz tarifni yaxshi bermasa, siz o'z jamoangizga rag'bat kartochkasini olish uchun qo'shimcha ma'lumotlarni kiritib o'tishingiz mumkin. Tezlashamiz. Tayyor jamoa o'z yozganlariga ta'rif berishi mumkin. Birinchi tugatgan jamoaga vitaminlar guruhi birinchi bo'lib tugadi. Shart marhamat. Tezlashamiz. İkinci guruhimiz. Tarif berishiniz mumkin, marhamat. Vitaminlar organizmga qanday ta'sir qiladi? Vitaminlar barcha vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K vitaminlari bor. Yog'da eriydigan vitamin bo'lib, asosan qon emishini, qon ketishni, har xil ko'karishlarni, qon ketishlarni oldini oluvchi vitamin bo'lib, u masalan har xil ko'karishlarda, ya'ni qon ketishda, ya'ni ko'p masalan odamlar yurganda qon o'zini-o'zidan burun qanashi, holsizligi, miyiklari qanashi kelib chiqadi. Shularni oldini olish uchun vitamin K iste'mol etishimiz kerak. Vitamin E suyak hujayralar qon tomir tizimini mustahkamlaydi va hujayralarning qon tizimini yaxshilaydi. Vitamin D suyaklar mustahkamligini oshiradi. Masalan, yemirilish narada ko'p iste'mol etiladi. Tishlarimizda ko'p foydalari kuzatishadi.
o'rnida bo'ladi. Shuning uchun rahit kasalligiga uchramaslik uchun farzandlarimizni ko'proq quyosh nurida tug'ilgan chaqaloqlarimizda sariq kasalliklar kuzatiladi. Shunda ham rahit kasalliklar bor chaqaloqlarimizda, farzandlarimizda doktor nasi bilan o'zi sog'lom odamda yoshi katta odamlardan kuniga bitta qoshiq suvga bitta tomchi vitamin D iste'mol qilish buyuriladi. Vitamin C ko'z nurini yaxshilaydi, immunitetni ko'taradi, oqsillarni o'zlashtirishda, modda almashinuvida juda katta yordam ko'rsatadi. Buni ham me'yoridan ortib ketishi zarar, tosh kasalliklarni olib kelishi mumkin. Vitamin A bu ham immunitetni ko'taradi, ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Vitamin A ko'pincha o'zimizning tilda zreniyamiz tushgan, ko'z nuri pasaygan paytda vitamin A qo'shiladi shifokorlarimizning retsept asosida. Vitamin C burun qonashlarida, ko'pincha yallig'lanish kasalliklarida, gripp va shamolashlarda juda yaxshi qo'llaniladi. Rahmat. Ishtaha ochuvchi hisoblanadi. Rahmat. Ma'lumotlar uchun. Keyingi jamoamiz o'z yozgan ma'lumotlaringizga ta'rif bering, marhamat. Vitamin B5. Ushbu vitamin ko'proq yashilliklarda, salatlarda, pomidor, sabzi va boshqa hayvon a'zolari va mahsulotlarda, jigar va buyrak, tuxum, pishloq va boshqa mahsulotlarda uchraydi. Buni bu ichaklarda sintez qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Vitamin B suyak va tishlarni mustahkamlaydi, immunitetni kuchaytiradi. U quyosh vitamini deb ham ataladi. Aytib o'tilgandek, quyoshda ko'p bo'ladi, ertalabki quyoshda chiqadi. To'g'ri. Foydalansak bo'ladi. Vitamin B12 qon hosil bo'lishida, energiya hosil bo'lishida asab tizimida ishtirok etadi. Marhamat. Vitamin B6 deb ataladi. Bu suvda eriydigan vitaminlarga kiradi. Asab tizimi va qon tizimida qon aylanishini yaxshi qiladi, immunitetni ko'taradi. Vitamin B1 bu energiya uchun, yurak tizimi kasalliklari uchun, miya faoliyatini yaxshilaydi, hazm qilish jarayonini yaxshilaydi. Bu tiamin deb ham ataladi. Keyin vitamin B5 bu pantotenat kislotalar ham ataladi. Bu pantotenat kislota bu vitamin suvda eriydigan vitaminlar guruhiga kirib, bu yetishmasa turli xil kasalliklar kelib chiqadi. Teri kasalliklari, soch to'kilishi, gaz chiqadi, ovqat hazm qilishi buziladi. Keyin moddalashuvlarda yaxshi ishtirok etadi vitamin B5. Rahmat. Ikkala jamoa ham to'g'ri harakat qilyapsiz. Lekin birinchi jamoa birinchi bo'lib shartni bajarganligi uchun ularga qo'shimcha rag'bat kartochkasini beramiz. Marhamat. Bugungi vitamin preparatlari haqida juda yaxshi ma'lumotlarga ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Shundaymi? Bugungi mavzumizda ishlatilgan terminlarga ham ahamiyat berib o'tirdingiz. Hozir buni sinovdan o'tkazamiz. Ya'ni yangi iboralarni o'qib eshittiraman va bu qanday ma'no berishini menga aytib o'tasiz. Pantotenat kislota, Vitamin B5, piridoksin, vitamin B6, barakalla, sianokobalamin, vitamin B12, askorbin kislota, vitamin C, rahmat, nikotin kislota, vitamin B3, tokoferol, vitamin D, rahmat, hipervitaminoz, organizmda vitamin miqdorni oshirish, hipovitaminoz, anemiya, kamqonlik, rahmat. Endi bugungi ishtiroklaringiz, metodlar orqali olgan ballaringizni hisoblab chiqamiz va endi bu yutqazgan yoki yutish uchun emas, lekin kichik guruhlarni o'zaro qanday bellashganligini ma'lum qilish baribir hammaga qiziq bo'lsa kerak. Menga olgan kartochkalaringizni bersangiz, marhamat. Bu sog'lom raqobat o'rtada hech qanaqa xafagarchilik bo'lmaydi. Hamma men uchun faol, hamma yutdi bugun. Barakalla, 19 ta raqobat. Shu guruhimiz. Ushbu guruhimiz bitta rag'bat kartochkasi ortiqcha to'plab 20 ballni qo'lga xafagarchilik yo'q. Siz juda ham
ham yaxshi qatnashdingiz, hamma yaxshi. Bugungi dars umumlashtirildi degan xulosaga keldim, chunki bugun barcha o'quvchilar faol qatnashdi. Barcha mavzularimizda shunaqa faol qatnashlaringiz va yuqorida ko'rsatilgan videoroliklarni har bir mavzuga muvofiq tayyorlab kelishingiz meni juda xursand qilgan bo'lar edi va yuqoridagi sun'iy intellektdan foydalangan videoroligingiz uchun alohida sizga rahmat, chunki bu katta mehnat talab qilishini bilaman. Barchangizga rahmat, darsimiz tugadi. Endi esa navbatni darsimizning tahlilini yoritib berish uchun o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Matloqayeva Shoira Nurmuaynaga bersak, marhamat. Hurmatli talabalar, mana biz bugun sizlar tomoningizdan bosh o'qituvchimiz, formatsiya kafedrasining bosh o'qituvchisi Atamuratova Surayya Shavkatovna tomonidan tayyorlangan ochiq darsingizda qatnashdik va shu 80 minut sizni darsingizda qatnashib juda ham bir maroq bilan o'tirdik. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Bugungi ochiq darsga juda ham aktual bo'lgan mavzu tanlangan va bu mavzu juda chiroyli qilib o'qituvchingiz boshchiligida siz aziz o'quvchilar tomonidan juda ham chiroyli yoritib berildi. Biz o'tirib maroq bilan tingladik, bilimlarimizni yangilab oldik, mustahkamlab oldik. Menimcha sizlar ham bugungi mavzuni hech qachon unutmaydigan darajada tayyorgarlik bilan kelgansiz va tayyorlagan ko'rgazmalaringiz, sog'lom ovqatlanish uchun tavsiya qilayotgan mahsulotlaringizning stollari, tayyorlagan roliklaringiz o'ta darajada chiroyli, did bilan qilingan. Menimcha bundan keyin ham darslaringizni shunday tartibda olib borasizlar deb umid qilamiz va shuni sizlardan iltimos qilib ham talab qilib qolamiz. Bugungi ochiq darsni biz o'qituvchilar hay'ati bilan a'lo darajada o'tdi deb baholadik. Ko'rgazmali, mazmunli va juda qiziqarli qilib tashkil qilindi. O'quvchilar faol ishtirok qildi va dars maqsadlariga to'liq erishildi. Dars a'lo darajada o'tkazildi deb baholadik. Sizlarga ham bebaho vaqtingizni ayamasdan meni ushbu kichkina xizmatimni ko'rishga, tomosha qilishga tashrif buyurganingiz uchun barchangizga rahmat aytaman. Sizlarga yetishimizga ancha bor, ustozlarga va sizlarning yo'lingizni bizlarga ham berishini tilab qolaman. Sizlarga Shavkatovnaga alohida minnatdorchilik bildiramiz va kelgusidagi ishlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz va aziz o'quvchilarimizga ham keyingi o'qishlarida, ishlarida muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat. Barcha o'quvchilarga bugun faol qatnashganligingiz uchun rahmat.